Bugun Sharq universitetimizda Sharqona uslub. Qani ketdik. Samal odingga yor bo'layin, chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin bilagi sigirni. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin bilagi sigirni. O'sh festivali bo'lyapti. Bu festival barcha talabalarni birlashtiryapti. Talabalarning aql inoqligini ko'rsatib beryapti. Bizning universitetning maqsadi faqatgina sizlarni partaga o'tkazib qo'yib o'qitish emas. Darsdan tashqari ham mana bunaqa tadbirlar bilan bir aktiv, faol turmush tarzi, faol talabalik davrini sizga tashkil qilib berish bizning asosiy maqsadlarimizdan bittasi hisoblanadi.